Assalomu alaykum. Do you speak English? Yes, I can. How long have you been learning English? It's been 2 years. 2 years? Why are you learning English? Or do you have any like IELTS, CEFR? Do you have any degrees? I have degree 5.5. Amazing. We're going to continue in Uzbek. 3 ta o'zbek tilida gap beraman. Hech bo'lmasa ikkitasini ingliz tiliga tarjima qilib bera olsangiz 100 ming yutasiz bo'ladi. Kelishdingmi? Bo'ldi. Okay. Agar sen hozir kelsang, birga ovqatlanishimiz mumkin. Agar sen hozir kelsang, Birga ovqatlanishimiz mumkin. if you came here now, we may eat together. Okay. If you came, If you came here, agar hozir kelsang, birga ovqatlanishimiz mumkin. if you come here right now, we can eat. We may eat together. Amazing. Ikkinchisi. Shovqinli joyda bo'lganim uchun telefon qilganingizda javob bera olmadim. Bundan Qisqartirib beraymi? Telefon qilganingizda javob bera olmadim. telefon qilganingizda, Javob bera olmadim. when you called me, I couldn't receive your call. I couldn't Javob bera olmadim. answer. Answer. Receive your call qabul qilsak bo'ladi. Yana bitta 500 dan ortiq o'quvchini ingliz tilida xayolga kelgan gapni ayta oladigan darajaga olib chiqdim. Ushbu darsni 250 mingdan oshiq o'quvchi ko'rib chiqdi. Siz ham ko'rib chiqing. U nima demoqchi bo'lganini tushunmadim. U nima demoqchi bo'lganini Tushunmadim. I didn't understand what he wanted to tell. Amazing. Va sizni tabriklayman. Hech bo'lmasa ikkitasini tarjima qilib bersangiz degandim. Ismingizmi? Samandar. Samandar. Barakasi bersin. Rahmat. Charchamang. Ko'rishamiz.